Tushunarli. Har doimgidek yaxshilikcha seni ko'ndirib bo'lmaydi. Unda nima ham qilardim? Yigitlar! Yo, Jenursin. Flosslar. Mayli, lekin bu safar meni tuta olmaysizlar. Jenursin, yo'ma-yo kelishyapti. Qochish kerak. Tezroq. Ma'qul, xullas do'stlar, sizlarga Dead o'z kanalini tavsiya qilib o'taman. Bu yerda juda ham qiziqarli videolar bor. Albatta, vakillar yangi yilgacha u yerga 300 ta obunachi yig'ishga yordam beramiz do'stlar. Hammangizdan shuni so'rab qolaman, ya'ni Dead o'zga yordam berishni. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvda. 2-sentyabr, 1-sentyabr unchalik ham yaxshi bo'lmagandi. Nima ham derdim, juda ham raso bo'ldi. Ikkinchisi hal qanday bo'ladi? Bugun borsam bilib olaman. Xo'sh, kim qo'ng'iroq qilyapti? Allo, Rob, qadaysan? Allo, Der. Maktabga tezroq kel, syurpriz bor. Qanaqa syurpriz? Aytyapman-ku, kelsang ko'rasan. Mayli, umid qilamanki, juda ham yaxshi narsa deb. Albatta, senga yoqishi aniq. Bo'pti. Qiziq, Rob, nima tayyorlab qo'ydi ekan? Mayli, borganda bilib olaman. Hozir esa maktabga otlanish kerak. To'g'ri, balki bugun kun umuman dabdala o'tar, lekin menda ham syurpriz bor. Obunachimning maslahatiga ko'ra, Leoga beradigan ichimlikka ich suyultiruvchi dorini aralashtirib qo'ydim. O'zingiz o'ylab ko'rishingiz mumkin uni ichganda nima bo'lishini. Ammo ichgandan so'ng birdaniga qorin og'riq boshlanadi va mana shunga men aybdorligim bilib qoladi. Shuning uchun ham ataylab kech ta'sir qiladigan dorini aralashtirdim. Hech qachon bunga men aybim borligini bilmaydi. Yaxshi. O'g'lim. Dadam. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bilasanmi, kecha biroz qizishib ketgandim. Aytgancha yana notebooking uchun ham uzr so'rayman. Kel, seni bir bag'rimga bosay. Xo'p, o'zi mayli. Men senga undan ham zo'rni olib beraman. Xavotir olma. Xo'p, rahmat. Hozir esa maktabingga bor, yaxshi o'qib kel, xo'pmi? Xo'p, rahmat. Puling bormi? Yo'q, pul shart emas. Mayli, omad. Katta rahmat. Qiziq, bugun dadam o'zini biroz yumshoq tutyapti, ha. Okey. Kun unchalik ham yomon boshlanmadi. Menda syurpriz, Robda syurpriz, dadamdan syurpriz bo'ldi ertalabdan. Mayli, ko'ramiz hali. Balki maktabda yana syurprizlar bo'lar. Ajoyib. Xo'sh. Mana shu yerdan hozir o'tsam maktabga ketib boraman. O'zi eng yaqin men yashasam kerak maktabga. Yoki shaharning ichidagi birorta uydan keladiganlar ham bordir. Men ham yaqin yana bilmadim. Makkacha Rob qayerda yashar ekan? Shuni so'rash kerak. Men qayerda yashashimni biladi, chunki kecha PUBG o'ynagandik va голосовойdan uzoq gaplashgandik. Xo'sh. Bu yerdan hozir o'tib kirib olaman va hammasi tayyor bo'ladi. Assalomu alaykum janob qorovul. Xo'sh. Qani ekan Rob? Allo. Rob? Men ikkinchi qavatdaman, seni kutyapman. Tushunarli hozir. Rob, dar nihoyat ko'rishdik. Qalaysan? Ajoyib. Seni kutayotgandim. Syurprizni bilasan-a? Albatta, ogohlantirib qo'yganding axir ertalabdan. Xullas, yur hozir ikkinchi xonasiga boramiz va senga hammasini ko'rsataman. Mayli, yur. Hayron qolishing aniq. Xo'p, ko'ramizda. Xo'sh, lekin kecha mazza qilib o'ynadik-a? Bugun ham qaytaramizmi? Albatta. Bo'pti. Xo'sh, bugun maktabda odam kam-a? Ha. Mayli, mana keldik. Kira qol. Mana endi-chi, eshikni yop. Xo'p, mana. Xolos, bilasanmi, meni dadam politsiyachi bo'lib ishlaydi va kecha menga haqiqiy to'pponcha sovg'a qildi. Glock, tasavvur qilyapsanmi? Glock, ajoyib. Hayron qolmadingmi? Nima desam ekan? Meni dadam ovchi bo'lib ishlaydi, ham harbiy bo'lgan, shuning uchun ham hayron qolmadim. Bizda ham tiqilib yotibdi uyda qurollar. Mana ko'rishing mumkin. Qani? Axir bu men oddiy birorta to'pponcha deb o'ylagandim. Bu zo'r ekan. Yo'q, senga yoqdimi? Albatta, ajoyib. Hatto bizda ham bunaqasi yo'q. Senga yoqqanidan xursandman. Xo'sh, necha balga baholaysan? 10 dan 10. Zo'r, ajoyib Glock. Katta rahmat. Men ham katta bo'lsa dadamga o'xshab politsiyachi bo'laman. Odamlarga yordam beraman. Yaxshi. Xo'sh, endi nima qilamiz bu bilan? Bilmasam. Yoki birovni o'ldirmoqchimisan? Nima qilyapsan? O'qiryapman. Aka, sen ham qurol chinasan? Albatta. Yaxshi. Xo'sh, qancha ekan? 8 ta patron bor ekan. O'zi 17 ta bo'lish kerak-a? 17 dan 8 ta. Ajoyib. Xo'sh, endi buni o'zing bilan olib yurasan har doim? Yo'q, shunchaki senga ko'rsatish uchun olib keldim.
Tushunarli. Unda mayli senga qaytarib bera qolay. Istasang ko'rishing mumkin. Yo'q, ola qol. Mayli. Bilasanmi, menda ham sen uchun judayam suyuq syurpriz bor. Xo'sh, qanaqa ekan? Yur, hozir hojatxonaga boraylik, senga hammasini aytaman. Yo'q, hojatxonada nima qilmoqchisizlar? Singlindan so'ra. Bilasanmi, Rob? Xo'sh. Jek kecha meni urdi-ku kiyinish xonasida. Sen ketgandan keyin meni ham haqoratladi, urdi. Yo'q. Ha, Unda men bilan birga bo'lishing aniq. hojatxonadami? Yo'q, sen o'ylagan ma'noda emas. Xullas, men qilayotgan ishda menga hamkorlik demoqchi edim. Ha. Xullas, bilasanmi? Men Jekka har doim spirtli ichimliklar olib kelaman. Xo'sh, hech kim yo'q. Ichkarini ham ko'rish kerak. Birov bormi? 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi. Hech kim yo'q. Xullas, men unga spirtli ichimliklar olib kelaman. Aha, tushundim. Ana shu ichimliklarning biriga ich suyultiruvchi dorini aralashtirib qo'ydim. Mana bunga. Va biz buni Jekka beramiz. Keyin esa u uyga borgandan keyin uyga unchalik emas. Xullas, oxirgi soatlarga kelganda uni qorni shunaqangi og'riydiki, lekin biz hojatxonani qulflab qo'yamiz. Qulflab? Qorovul odatda har doim uxlaydi. Birinchi, ikkinchi soatdan keyin o'sha yerdan kalitni olib hojatxonani qulflab qo'yishimiz mumkin bo'ladi va u Albatta, maktabga sharmanda bo'ladi. xuddi shunday. Yana uni ustiga yong'in datchiklarini mana bu zajgalka bilan alashimiz mumkin. Shunda hamma yoqqa suv quyilishni boshlaydi. U esa shu yerda qolib ketadi. Ajoyib bo'ladi lekin. Men bilamsan? Albatta sen bilaman. Unda stop. Eshitdingmi? Nimani? Kimdir menimcha shunday tuyuldi menga. Xuddi kimdir yurgandek bo'ldi. Shunchaki qo'rqyapsan, hayajonlanyapsan. Balki shundaydir. Xo'sh. Hech kim yo'q. Mayli, unda ketdik. Hozir bizga birinchi soatda nima? Rus tili. Rus tili. Okey. Xo'sh. Nima bo'ldi? Nima? Yo-moyo, tekshirish. Bo'ldi, tushundim. Jitel, menimcha boshimizga balo yog'iladigan bo'ldi. Tezroq kel. Nima bo'ldi? Hammasini tepada aytib beraman. Xo'sh, nima tekshiruvdan shunchalik qo'rqasanmi? Tekshiruv agar menda ichimlikni topsa, senda pistoletni topsa, bilasanmi nimalar bo'lib ketishini? Sen maktabga qurol olib kelding. Seni dadangga ham muammo bo'ladi. O'zingga ham muammo bo'ladi. Xullas, hoziroq to'pponchangni yashirishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Mayli, bo'la qol, to'pponchani ber. Lekin to'g'rimikin? Albatta, agar topishsa, o'lasan. Mayli, mana ola qol. Xo'sh, men qayerga yashirishni bilaman. Odatda u yerdan hech qachon tekshirishmaydi va hech kimning xayoliga ham kelmaydigan joy. Mana shu yerga bo'ldi. Mana shu yerga tashlayman hozir. Shu yergami? Mana shu yerga qo'yib, oppa, mana bo'ldi. Bitta savol bersam maylimi? Albatta, beraver. Bilasanmi, hech kim men bilan do'stlashishni istamayapti. Sen esa menga shu daraja yordam beryapsan. Xo'sh. Nima uchun? Chunki axir biz sen bilan sheriklarmiz. Sheriklar? Sheriklar esa hamma narsada birgalikda 50-50 javob berishadi. Shuning uchun ham senga yordam beraman. Sen esa menga mana shu yerga buni tashlashim kerak. Oppa, bo'ldi. Ajoyib. Endi biz sheriklarmiz, balki yana birovni olarmiz va shunda tudaga aylanamiz. Undan keyin esa Jekni ham po'stakini qoqib qo'yamiz ko'pchilik bo'lganimizda. Menga yoqyapti. Aytgancha mana bu Yo-moyo, jitel, bo'yniga bermading. Rob, uzr. Mana. Bo'ldi, buni ham joyiga tashladim. Endi hech kim topa olmaydi. Bo'ldi, qutuldik. Endi esa tekshiruv ketgandan so'ng birdaniga olamiz. Chunki bu yerga yana birov kelib qolishi mumkin, olishi mumkin. O'zing tushunasan. Nima bo'lgan taqdirda ham senga katta rahmat demoqchiman. Meni hech qachon bu daraja yaqin do'stim bo'lmagan. Bo'lib turadigan hodisa. Meni ham yaqin do'stim umuman bo'lmagan. Sen birinchi do'stim desa ham bo'ladi. Ajoyib, do'stligimiz umrbodga bo'lsin. Albatta, qiyomatgacha bo'lsin degan bo'lardim. Bilmadim nimaga bunchalik sochim bilan qiziqishyapti. Sochingni olib tashlamish. Sochimni olishim kerak. Lekin baribir olib tashlamayman. To'g'ri qilasan. Undan ko'ra bilim berishsin. Bu yerda sochingni ol demasdan. Bu gapingga ham qo'shilaman. Xo'sh. Bu yerda hech kim yo'q. Yaxshi, endi olsak bo'ladi tepadagi narsalarimizni. Hozir yaxshi. Va yo-moyo. Bo'ldi, olibman. Xo'sh. Endi bunisini olish kerak. Jinson, qo'lim yetmayapti. Bu yerga ham chiqishga to'g'ri keladi hozir. Yaxshi, hozir olaman.
qo'limni cho'zay biroz dumalab ketibdi. Shisha va patronlar. Hozir ozgina yana qo'limni cho'zsam. Oldingmi? Aha, oldim. Mana ichimlik va pistoleting hozir burniga tashlayman. Mana bu yerga olib olasan. Aha, bo'la qol. Endi o'zing tush. Bo'ldi, oldim qurolni. Yaxshi, bo'ldi. Endi ketsak ham bo'ladi va hozir Jack meni kutib turgan. Baribir ham xuddi kimdir kuzatayotgandek tuyulyapti. Bo'lib turadi, mayli. Hozir Jackka bera qol ichimlikni. Men esa ozgina ishlarim bor, chunki o'zing bilasan. Mayli, aralashmayman, o'tiraver. Ajoyib bu ichimlikni Leo ichgandan so'ng. Yaxshi, ajoyib bo'ladi. Xo'sh, hech kim yo'q ya. Odamlar уже chiqib o'tirishibdi. Okey. Leo ham do'stlar bilan birgalikda kutib o'tirgandir hozir. Do'stlar ham aytsa undan ham zo'r bo'lardi. Mayli. Xo'sh. Salom yigitlar. Salom, seni ancha kutib qoldik. Biroz ishim bor edi, chunki axir buni yashirish ham kerak-ku. To'g'ri qilasan. Unchalik ham ahmoq emassan. Yaxshi, bugun boshqachasini olib kelibsan. Ha, odatiysidan yo'q ekan. Mayli, yangilik ham qilib turish kerak ora-orada. Xo'p, biz bilan chasanmi? Yo'q, men ketaman yaxshisi. Okey. Aytgancha ket haqida. U bilan ancha-muncha yaqinlashib oldik. Yaxshi, sizlarga baxt tilayman. Qo'ng'iroq bo'lyapti. Shoshma. Qani ko'tarchi, kim ekan? Shaxsiy. Ko'tar. Biz do'stlarmiz. Qanaqa shaxsiy narsa bo'lishi mumkin oramizda? Rob qilyapti. Ko'tar, bo'la qol. Okey, mayli. Xo'sh, Rob nima deysan? Kutyapman seni shu yerda. Aytgancha zaharlangan ichimlikni berdingmi? Ha, berdim. Men pistoletni portfelga solib qo'ydim, shunisi xavfsizroq. Tushunmadim, nima haqida gapiryapti? Jin ursin. Yo'q, hech nima, shunchaki yelim chiqaradigan bor-ku, issiq kley, ana shu haqida. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Seni nimaga ahmoq deb o'ylayman? Tushunarli. Har doimgidek yaxshilikcha seni ko'ndirib bo'lmaydi. Unda nima qilardim? Yigitlar! Yo'q, jin ursin. Floslar. Mayli, lekin bu safar meni tuta olmaysizlar. Jin ursin. Yo'q, kelishyapti. Qochish kerak. Tezroq. Yomon debdi, yaramas. Jin ursin. Bo'ldi, ish yo'q. Pistoletni yashir. Nima bo'ldi? Yashir degandan keyin Qochmoqchi bo'ldi, Flos. Jin ursin, Leo. Bo'ldi. Sen qo'shilmay yaramas, burun. Jin ursin. Bu yoqqa kel, qayoqqa qochyapsan? Qocha olmaysan. Yaramas, hali ko'rasiz. Yo'q. Nihoyat uyg'onding latta. To'rtta zarbaga tosh bera olmading, Ana do'stingni qancha kaltakladik. Robni aybi yo'q, yaramas. Tilingga ehtiyot bo'l. Yana ustidan to'rtta yema. Xo'sh. Endi nima? Meni bilmaydi deb o'ylaganmiding? Maktabga to'pponcha ko'tarib kelibsanlar. Agar bu haqda direktor bilsa nima bo'lishini bilasanlarmi? Yo'q, shart emas direktorga aytish, Leo. Nimaga? Agar qochmaganingda aytmas edim. Leo, balki kelishib olarmiz, Sendaka latta bilan hech narsani kelishmayman. Iltimos, Leo, shart emas. Jin ursin. Yo'q. O'tir ichkarida. Hozir direktorni chaqirishadi va ko'radiganingni ko'rasan. Jin ursin. Mayli, biroz o'tiraman. Sen joying o'sha yerda. Yaramas. Ana xolos. Jin ursin. Yo'q. Flosni deb ana boshim baloga qoladigan bo'ldi.